Men tushunmayman. Nujeli shumka qilishni bilmasangiz. Men o'zim safarda yuraman, o'sha mashinani biz shumkaga olib qoldik. Full variantida shumka qilib berganmiz. Okam yozyaptilar, "Qaror shumka qildirib ketdim sanlarda. Mashina taqillayapti, ovoz yo'qolyapti" deyaptilar. Oka bo'lish mumkin emas deyapman. Yo'q, rostdan deyaptilar. Video qilib tashlab yuboring deyapman. Video qilib tashyaptilar. Yuryaptilar, chaqirish ovoz chiqyapti. Ha, tushunmayman. Bunaqasi bo'lmagan faoliyat davomida. Oka olib kelib voqing, bitta ko'rib boqamiz. Bir nima bo'lgandir yoki bir nima tushib qolgandir dedim-da. Xullas, azgina tushunmovchilik bo'ldi. Oka olib keldilar. Mashinani ko'rib chiqdik. Qo'lni yuryapmiz. Yaxshi. Retki chiqyapti lekin. Etini qaradi, betini qaradi, oxiri nima bilan hal bo'ldi degan oka. Sidinani tagida karmashkasi bormi? Karmashkani xayol bilan ochdimi? Shumka qilingan, tarpetkadan yechilganmi? Mashinasi yo'qolmasin deb sura solib qo'yilganmi? Masala halda. Okamga yetib tursa, okam o'zlari ham kulyaptilar. Voy deylar, men bilmadim. Oka biz ham bilmadik. Shu narsa tagida qolib ketgan. Shuning uchun har bir yamalaga tushganingizda taq chiqavergan. Atak shumkadan samimiyati bo'lmasa olib ketsam, "Yo'q, bilaman sizlarni, o'shaning uchun bilganim uchun, kuzatganim uchun, ishonganim uchun olib keldim" dedilar. Full variantida shumkani $370 ga qilib beruvdik. To'g'ri, bunaqa imkoniyat sizda ham bor. Shu videodan keyin qat'iy kimga murojaat qilishni bilib oldingiz. Yozilgan nomerga aloqaga chiqasiz. Salomat bo'ling.